Qizlar videodan keyin maskalar haqida so'rab hamma yozyapti. Bitta qilib sizlarga video javob beraman. Maskalar 15 mingga ham bor, 40 mingga ham bor. Har xil maskalarimiz borda. Men bu sizga hozir 15 minglik maskani ko'rsatyapman. Oqartiruvchisi bor, buni lifting effekt beruvchisi bor, kuchli namlantiruvchisi bor. Narxi 15 ming so'm, bemalol 2 kun ishlatsangiz bo'ladi. Juda ham sochning ichidagi narsalar. Buguni kechasi shunday qo'ydingizmi, ertalab uyg'onganingizda o'sha o'zingizni sevib qolasiz prям. Mana shu darajada effekti zo'r 15 minglik maskani. Buni 50 mingga sotsa ham arziydigan maska demoqchiman. Endi bu maskadan tashqari siz mnogorazovый, ya'ni har kun ishlatsa, buni bir marta ishlatasiz tamom, ba'zilar 2 kun ishlatadi даже. Bu bir martalik одноразовый maska desak, tkanoviy maska desak, gelivый maskalar ham bor. Bu maskadan tashqari siz har kun ishlataman, banочкада bo'lsin desangiz, mana shular banочка holatdagi, mana tilla 24 karat tillali maska. Men hozir o'zim surganim jenshenli va bunisi jenshen va asalli maska. Aytdim sizlarda, Braziliyani eng oliy asalli Monaco asalidan olingan, plus jenshen. Qizlar, jenshen va antioksidant vazifani bajaradi, yuzingizni yoshartiradi. Bu ham yuzni kuchli yoshartirishga qaratilgan anti-age maskalar. Bular mana shu maskalar ko'pga ishlatasiz. Уже 1 yil bo'lyapti-da bu maskamga qarang. Endi men yuzimda poralar yo'qligi uchun ko'p ishlatmayman. Shunaqa sevaman. Mana shu maskani ishlatganimdan keyin poram bormi, yo'qmi, yuzim boshqacha bo'ladi-da. Bundan ham уже yuzim sразу momentalniy bir martani o'zida o'zgaradi. Shuning uchun yaxshi ko'raman bu maskani ham. Bu ham xuddi shunaqa. Qizlar, bu maskalar surib qo'yilgandan keyin 20 minutdan keyin yuvib tashlanishi kerak bo'lgan maskalar. Masalan, men bu maskani kechasi qo'yib qo'yasiz. 20 minutdan keyin olib tashlaysiz-ku, keyin shu bilan yotasiz, yuvmasan yuzingiz, to'g'rimi? Bularni esa nima deydi, yuvib tashlash kerak. Faqat men bu tilla maskamizni yuvmasangiz ham bo'ladi. Bu uchun kamroq surish kerak. Agar ko'p suradigan bo'lsangiz, yuvib tashlash kerak. Kamroq sursangiz, ertalabgacha shu maskani o'zi bilan uxlasangiz ham, ertalab уже yuzingiz boshqacha yuz bo'lib uyg'onasiz. Mana maskalarimizni mnogorazовый mana shular. Qizlarjonlar, hema hamma sevadi, hamma shuni olib ichkisi keladi, hamma yoshargisi keladi. Chem borib Zolushka kapelnitsa olgancha, glutation borib olgancha, mana shu hema yaxshi ko'rib oladi odamlar. Lekin yangilar uchun bitta narsani aytaman. Yangi klientlar hema haqida bilmaydiganlar uchun yaxshi ham menga hozir bitta klientim o'zini avtoimmun kasalligi borligini aytib qo'ydi. Sal qoldi, men shuni tavsiya qilishimga aytmay turgandilar-da. Men jigarimda mana bunaqa muammo bor, gepatit bor, u bu deb aytib turgan vaqtlarning o'zida boshqa taraflama avtoimmun kasalliklari borligini menga hozir aytdilar-da. Avtoimmun kasallikka kategorichniy hema ichish mumkin emas. Shuning uchun har bitta kasalingizda nima u, qanaqa muammongiz borligini menga haqiqatan aytganingiz ma'qul, chunki menda shifokorlar bor, men ulardan so'rab sizlarga aniqlab beraman. Bo'lmasa o'zlaringiz shifokorlaringiz bilan maslahatlashib olib nima qilasizlar. Bular tabiiy narsa, dori emas bular, tabiiy degani уже bemalol shifokorni hech qanaqa tavsiyasisiz ichsa bo'ladi degan, lekin ba'zi bir seryoz kasalliklar bo'lsa-ga обязательно buni shifokor bilan maslahatlashib ichish kerak. Seryoz kasali borlar, avtoimmun kasalliklarga umuman mumkin emas hema ichish. Shuning uchun doim bilib nima narsa xarid qilsangizlar, shifokorlaringizdan so'ranglar. Kimki kasali, seryoz kasali bo'lsa, kim doim davolanib yuradiganlar bo'lsa, hema o'zi o'sha ukreplash, immunitetni o'ta kuchaytiruvchi immunomodulyator. Avtoimmun kasalliklarda уже immunitetni o'zi kuchli, naborot pasaytirish kerak. Ko'pchilik bilmasdan masalan immunitetni ko'taradigan nima deydi, preparatlarni ichib qo'yadi, mazasi qochadi, chunki immunitet o'zi уже baland, yana naborot ulab immunitetni tushirib yurish kerak. Shunaqa kasallar ham bor. Hayron qolishadi. Yo'q, immuniteti juda kuchli odamlar ham bu ham kasallikmi deyshadi. Kasallik, o'ta yomon kasallik immuniteti baland odamlar. Qizlar, pomadalarni video qilib ko'rsataman. Mana bunisi hammasi adilika. Ozgina yaltiratib turadi. Bu qizil bo'lgan bilan unaqa xunuk qilib qizil emas. Mana shu ranglar hozir bor. Bu matовыйsi, mana shu narsani matовыйsi, mana. Просто нежненький такой xohlasangizlar, qizil bo'lgan bilan qip-qizil qilmaydi. Bular qizil qiladi. Mana bu o'zingiz labingiz rangingizga ton berib, chiroyli нежный yaltiratib turadi. 3 xil pomada. Bu matовый o'rtadagisi. O'rtadagisi matовый. Mana bunisi bayzanga o'xshaganroq, просто
такой блестящий оттенок beradi. O'zingiz labingizni ozgina chiroyli qilib beradi. Qizilcha, qizg'ishcha qilib qip-qizil qilmaydi. Lekin men bilan normalniy qip-qizilgina qiladi. Ну, вообще chiroyli turadi.